Bu dalamizda balada paxta ko'rinib qolibdi-ku mana. Bu dalamizda dori sepishga kelgan payti umuman paxta ko'rinmayotdi. Begona o't bosib yotgan edi. Assalomu alaykum hurmatli Sifat Agro kuzatuvchilari. Mana bugun biz yana Pastdarg'om tumaniga qaytib kelganmiz. Bu dalamizga 14-may sanasida Sifat Agro kompaniyasi tomonidan keltirilgan glifosinat 82% preparatimizni ushbu dalamizga qo'llaganmiz. Bugun 25-may sanasida ushbu dalamizga bu dorimizni ta'sirini, effektini ko'rish uchun kelganmiz. Bu dalamizda begona o'tlar juda ham ko'p edi, paxta ko'rinmaydigan darajada begona o't bosib ketgandi. Hozir sizlarga video davomida tasvirchimizdan iltimos qilamiz. Begona o'tlarning holatini, qanday o'ldirganini, paxtaga ta'sir qildimi, qilmadimi, hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz. Mana begona o'tlarning holati. Mana paxtalarimiz ham bugungi kunda yaxshi ishlagan mana. Chimbarg chiqargan, 6 ta, 7 ta quloq bo'lgan. Biz dorini sepayotgan payti paxtamiz 3 ta, 4 ta quloq chiqargan paxta edi. Hozirgi kunda mana paxtamizning holati paxtaga hech qanday ziyon qilmagan. Mana paxtamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu dalamizni qiytib burchakcha tomoniga ovxamiz sepishga erinib tashlab ketgan. Mana tashlab ketgan tomonida bugungi kundagi begona o'tlarning holatiga qarang. Qanday bo'lib ketgan? Endi bu tomoni mana ikkita jo'ya bundan keyin mana sevilgan tomonini qarangizlar. Bir dona begona o'ti yo'q. Hammasini yakson qilgan. Mana begona o'tlarning holati. Mana ko'p fermerlarimiz paxtani glifosat sepsa, gerbisid sepsa qotadi. Umuman paxtaga ziyoni bor, 10 kun, 12 kun davomida kechiktiradi degan savollarni beradi bizning mijozlarimiz. Hech mana bu dalamizga mana glifosinat 2% preparatimizni qo'llaganmiz. Qo'llash davomida bu dalamizda o't bilan paxta bir xil, o'tni ta'siridan paxta ko'rinmaydigan darajada o't bosgandi bu dalamizga. Mana bugungi kundagi paxtani holati. Bu dalamizda sepayotganimizda paxtamiz 2 ta, 3 ta quloq ko'rsatgan paxta edi. Mana bugun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta, 8 ta salkam paxta mana shunday holatda. Ushbu preparatlarimiz kimga qiziq bo'lsa, Sifat Agro kompaniyasining barcha do'konlaridan bemalol xarid qilishlaringiz mumkin.